shu uyalchang kuyovimiz rosa potista. To'g'ri qilib cho'san. Qaynatammi? Sharmanda bo'ldik. Kelinglar, assalomu alaykum. Hop, qora xati yo'q. Hop. Tonnasizda dadasi. Orada kuyovini. Voy o'lmasam sharmanda. Ha, mosoframasdan tortishinglar qizinglarga. Trend olyapmiz. Men choy damlab kelay. Voy sharmanda qilmang, hozir o'zim damlab kelaman. Bola tug'ilgan kuningiz bilan ana mana sirni kiyib yurasiz. Tug'ilgan kunlar bilan. Og'ziga so'zga solganingizga xafa bo'lib qoldi shekilli. Dadasi? Onagina tug'ilgan kunimga xush kelibsizlar. Abdushi. Assalomu alaykum kuyovlar. Dada, oyog'ingizni yuvib keling. Agar oldimda o'tirsa, tishingizni ham yuvib keling, boring. O'zingiz sipovni bermang, gigiyenaga qarasin deyapman. 30 yil yashadingizmi mana shu odam bilan? Savol kelyapti-da. Tishingizni o'da xomidan yedingizmi, pishgandanmi? Boringizsa tishingizni yuvib keling. O'yin bo'lsa dunyoni tark etganga ketib ketadi, tavba qildim. Maskiya olib kelamiz tug'ilgan kunga. Hali li deganda olib kelmaysizlar. Bunaqalik sasiyotganlarda 20 ta yotibdi, yuvilmagan. Voy adasi ishlar bilan bo'lib yuvish esimdan chiqibdi. Siz beparosatlikda birinchi o'rinda turadi. Ishoning, kuyib qo'ygandek o'zingiz. Qadam urgansiz mana shu narsani. To'xtanglar. Hali paypas sovg'a qilganinglar miyamga chiqib ketdi. Undan ko'ra valni xolodilligida sovg'a qilmaysizlarmi? Samarqandlik opamiz bitta valni xolodilligini sotib oldi, bitta Damas yutib oldi. Kech qoldikmi endi? Ya qanday kech qolasiz? Bitta Damas, bitta Cobalt, bitta Onyx turibdi va ko'plab sovg'alar turibdi. Bitta valni xolodilligini sotib olsangiz bo'ldi. Siz mashina yutib olasiz. Har oyda oxirida o'ynashyapti mashinani. O'zimizning milliy brend hisoblanadi valni xolodilligi. Happy birthday to you. Mana shu o'zingizni qo'yib yuborsangiz, ipingizni yechib olsangiz bo'shalib ketdingiz-a. Hozir buyuzi Amerika massasi bilan uradi.